Род существительных. Rus tilida существительное от кто yoki что savoliga javob beradi. Кто kim, что nima. Va существительное uchta rodga bo'linadi. Мужской род, женский род и средний род. Мужской род мой, mening yoki on, u olmoshlari bilan ishlatiladi va hamma kasblar direktor, строитель, учитель, водитель va hokazo мужской rodga kiradi. Oy nomlari ham may, iyun, iyul va hokazo u ham мужской rodda. Va ar va tel bilan tugaydigan so'zlar ham мужской rodga kiradi. Lekin istisnosi bor. Papa, dядя, дедушка, судья bular hammasi мужской rodga kiradi. Chunki papa, dядя, dada, tog'a yoki amaki, bobo va sudya hammasi erkak kishi. Shuning uchun o'zi avtomatim мужской rodda bo'ladi. Va istisno so'z bu кофе. Кофе ham мужской rodda. Demak, agar aytsak, мой папа, мой дядя, мой судья, мой кофе bo'lib ketar ekan. Keyingisi женский род. Женский rodda hamma a va ya bilan tugaydigan so'zlar bu женский rodga kirar ekan. Demak, ana yoki moya olmoshlari bilan birga ishlatiladi. Moya mening, ana u. Va bundan tashqari ost, zin, sh, ch, j bilan tugaydigan so'zlar женский rodga kiradi. Masalan, кость, ost bilan tugayapti. Жизнь, zin bilan tugayapti. Помощь, sh, ночь, ch, рожь, j. Demak, bular ham hammasi женский rodga kiradi. Keyingisi средний род. Средний род o, ye va yo bilan tugaydigan so'zlar средний rodga kiradi. Va moyo mening, оно u olmoshlari bilan ishlatiladi. Bundan tashqari mya bilan tugaydigan so'zlar ham средний rodga kiradi. Ular ko'p emas. Bular imya, ism yoki время, vaqt. Keling, endi kichkinagina test qilib ko'ramiz. Papa, ahamiyat beramiz, a bilan tugayapti, lekin papa bu dada, o'z-o'zidan erkak kishi, demak bu мужской род, istisno so'z. Мой папа. Kniga, kitob, a bilan tugayapti, mana, demak bu женский род. Моя kniga. Keyingisi testo, o bilan tugayapti, demak mana o bu средний род. Moё тесто. Земля, я bilan tugayapti. Пожалуйста, вот это женский род. Моя земля. Следующий. Фильм. M bilan tugayapti. Ahamiyat bering. O, ye, yo yo'q. A, ya ham yo'q. Demak bu мужской род. Мой фильм. Нота. A bilan tugayapti. Женский род. Моя нота. Время. Ya bilan tugayapti deyishga shoshilmang. Время, mya bilan tugayapti. Istisno so'z, bular ko'p emas. Imya, время bu средний род. Keyingisi uho, o bilan tugayapti. Demak bu qaysi rod ekan? Bu средний род. Moё ухо.